07 mashinasi keldi. Ozgina mayda-chuyda ishi bor ekan. Ikkita chetiga, ikkita bakoyini qo'yib berdik. Mashinamizni ham bitta ko'rsatamiz, bitta video obzor qo'yamiz. Juda ideal holatda mashinamiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Rollariga gidravlikalar qilingan. Mana bunaqa bakoylarni qo'yib berdik biz. Va salonlarni ko'rishingiz mumkin mana. Antrada bilan ustanovka qilib. Mana salonlar hammasi ideal holatda, mehr bilan yig'ilgan mana. Rollari gidravlika, signallar chalyapti mana. Nomiga bursanglar aylanyapti rollar mana. Mistikli podiyumlar ishlayapti. 4 teshuvda mana ishlayapti. Mashinamiz juda mehr bilan yig'ilgan bu mashinamiz. Mana bakoylar yonyapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni, sifatli qilib elektr montaj bilan polni full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor okilarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.